ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق سريع الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وجعله لنا حجة يا رب العالمين. Parvardigorim, bugun bir katta tadbirda ustida turibmiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yo'l qurilishini bu sadaqa joriya deb marhamat qilganlar. Ya'ni inson o'tib ketgandan keyin ham uni nomoyi amaliga, shu yo'lni qurilishiga sababchi bo'lgan insonlarning nomoyi amallariga savob yozib turishiga hadislarimizda bayon qilingan. Parvardigorim, bugun yurtimizdagi islohotlarni hammasini boshida muhtaram yurtboshimiz turibdilar. Parvardigorim, bu qilinayotgan katta yo'l qurilishidan hosil bo'ladigan savoblardan Parvardigorim, yurtboshimiz boshidagi barcha rahbarlarimiz, viloyatimiz, tumanimiz rahbarlarini olib borayotgan xayrli ezgu ishlarda o'zing yor madadkor bo'lgaysan. Ushbu yo'lni xalqimizga xizmat qiladigan, vatanimizni go'zalligini, taraqqiyotini ko'rsatib turadigan katta bir dargoh bo'lishligini o'zing nasib aylagaysan. Alhamdulillah. Zamonamiz tinch bo'lsin. Amin. Xalqimiz baxtli yashasın. Mana bugun qurilayotgan mana shunday katta trassa yo'l xalqimiz uchun, farzandlarimiz uchun, nevaralarimiz uchun xizmat qilsin. Mana shunday sharoitni yaratib bergan muhtaram prezidentimiz doimo boshimizda sog' salomat bo'lsin. Xudo xolasa mana shu quruvchilarimizni beshikast, betalofatsiz akalar eson omon bitirib olingizlar. Qancha xizmat nima kerak bo'lsa, hashar biza tayyor ana. Hammamizga mana shu yo'l xizmat qilsin. Ana shunday bo'lsin. Ana bo'ldi, yashasın. Botir aka. Yaxshi kunlar. Shunday bo'lsin, ilohim, hamma esda yuring.